Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa, mana navbatdagi obyektimizni ham yakunlab oldik. Bu obyektimiz Andijon viloyati Izboskan tumanida bo'lib turibdi. Birin-ketin hozir tanishtirib o'tamiz. Xonamiz razmeri birinchi o'rinda razmeri 2,5 ga, eniga 2,5, uzunligi 3,5 bo'lib turibdi. Eshikdan kiraverishda chap qo'lga bu yerga to'pli pol qilingan, to'pli pol sistemasida isiydi. To'pli pol, bu yerga motor qo'yilib ketilgan. Bu yerga esa 80 tali EPA firmasidan olingan Ariston qo'yilib ketilgan. Montajlarimiz ko'rib turganlaridek polni tashqi montaj bo'lgan. Endi kim qanday xohlasa shunday qilib beramiz. Shuning uchun tashqi montaj bo'lgan. Bu yerga bitta avtomat kir mashina uchun joy tashab ketilgan. Mana kanalizatsiyalar ham bekitib qo'yilgan turibdi. Avtomat kir mashina uchun joy tashab ketildi. Bu yerga tahorat olish uchun joy, ko'rib turganlaridek razmerlari 60 ga, uzunligi 60, eni 40 bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaridek ajoyib holatda. Bu yerga sog'in qo'yish uchun, bu yerga oyoq sochiq uchun ko'lsa qo'yilgan. Naporlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana ajoyib holatda, ko'rib turganlaridek. Bu yerga esa vishilka, ham vishilka bo'ladi, ham sushilka bo'ladi. Keraksiz paytda mana ko'rinda qilib yig'ishtirib, ko'rganlarda yig'ishtirib qo'yilaveradi. Bu tomonimiz esa dush bo'lib turibdi. Dushimizga shunday parda qo'yib ketganmiz. Kerakli paytda yopadi, keraksiz paytda ochiq turaveradi. Shunday dushovoy zonamiz kattagina, keng bo'lgan, ko'rib turganlardek ichi qolishi 1.10 bo'lib turibdi. Mana 1.10 ga 1.10, 60 santimetrli traplardan qo'yilgan. Ukulonlar ideal holatda, ko'rib turganlaridek dushovoy stoyamiz. Bu yerga sovun shampun qo'yish uchun polka qo'yilib ketilgan. Bu yerga yorug'likni yaxshi berish uchun mana ko'rib turganlaridek kattagina o'rtishga qo'yilib ketilgan. 1.20 ga, bu yog'i 70, 60 bo'lishi kerak. 60 bo'lsa kerak. Bu yerga eshik, mana eshigimiz ham razmeri kattagina. 80 ga 2 metr. 2 emas, 1.90 ga 80 ga 1.90 bo'lib turibdi. Bu hammomimizni proyektda ozgina kichkinaroq bo'lib qolgan ekan. Bo'yini nazarda tutyapman. Bo'yi kichkinaroq bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun hozir betondan, polni nolani betondan oladigan bo'lganimizda ko'rib turganlaridek mana shunday kafel bosib o'tib ketganmiz. 22 santimetrli mana polka bo'lib qoldi. Agar shunga chiqarganimizda xonamizning bo'yi ancha past bo'lib qolardi. Hozir normal holatda bo'ldi. Shuning uchun mana shunday polka paydo bo'lib qoldi. Kafeldan bosib, polni betonni o'raganmiz bu yerda. Chekalarga ugolovlar yopishtirilgan. Polni aylanasiga shunday polka bo'lgan, ko'rib turganlaridek. Shuning uchun bo'yidan balandroq bo'lish uchun, 220 bo'lish uchun shunchalik 20 santimetr polka qilingan ekanda, 220 ga 2 qolgan ekan. Xudo xolasa, polni devorlarimiz PVH paneldan, ko'rib turganlaridek, hozir ko'proq 80% odam shunday qildiryapti. PVH panel. Patologiyamiz dekor plus. Pollarimizni ko'rib turganlaridek 60 ga 60 matoviy kafellardan bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Dushovoy zonamizni shunday qilib 10 santimetrli qilib, mana bordyur qilib to'sib qo'yganmiz. Suv bu yoqqa sirqib o'tmasligi uchun. Xudo xolasa shunday xizmatlar kimlarga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelishgan holatda respublika bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Bu tomonda razdevalkamiz bor. Razdevalkamiz mana ko'rib turganlaridek pastini kafel qilmadik. Lilonni solib qo'yaman, shunday qolaversin dedi, lekin atroflari polni mana kafel bo'lgan, o'ttashi bu tomonda bo'lgandek bordyur hisobida bo'lgan. Bu yerga to'g'rida bitta mana unitas rakmina qo'yilib ketilgan. Rakmina, bu yerga oddiy oyna, bu yerga yuz sochiq uchun ko'lsa qo'yilgan, bu yerga soch qurituvchi fen uchun bitta razvedka qo'yilib ketgan, bu yerga vishilka, bu yerga esa mana unitas, ko'rib turganlaridek unitas qo'yilib ketildi. Bu yer ham xuddi shunday tashqi montaj bo'lgan. Bu yerga esa mana avtomat, elektr avtomat joylashgan. Hammasi antenni tortilib, uzoq avtomatlargacha qo'yilgan Euromontaj bo'lgan. Bu yerimiz polni devorlarimiz kraska bo'lgan, arzon variantida bo'lib turibdi.
Polniy kraska, patologiya, dekor plas bo'lib turibdi. Bu yerimizni razmeri 1,5 ga eniga 2,5 bo'lib turibdi. 1,5 ga 2,5. Xudo xolasa hammasini birma-bir tanishtirib o'tdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aytganimizdek bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etib turinglar. Har bitta ishimizni etap-metap qo'yib boramiz.